Men o'zim ishlayotgan Xalq so'z gazetasining bugungi soni haqida to'xtalmoqchiman. Mana shu gazetamizda bugungi hayotimizdagi eng muhim masalalar o'z aksini topgan. Bu siyosiy jarayonlardan tortib, ijtimoiy, ma'naviy va hayotimizda ayrim yechimini kutayotgan muammolar ham gazetada o'z aksini topgan. Agar muammolar yoki bugungi o'zgarishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, gazetamizning mana birinchi betida kosmik sohada xalqaro tajriba va ilg'or yechimlar faol joriy qilinadi degan fikr bilan boshlanadi. Bunda Prezidentimizda 16 oktyabr kuni kosmik monitoring orqali yangi iqtisodiyotlar imkoniyatlarini aniqlash yuzasidan takliflarda muhokamasi bilan tanishgan, taqdimoti bilan tanishgan. Ikkinchi masala, Prezidentimizning yana bitta masala, juda muhim masala, sanoat va transport infratuzilmasini yaxshilash masalalari yuzasidan amalga oshirilayotgan mega loyihalar haqida shu taqdimot bilan tanishgan to'g'risida maqola berilgan. Yana bir masala, gazetamizning ichki sahifasida, ikkinchi sahifasida eng muhim masala bugungi kunda yashil aeroport qurilayotganligi. Toshkent viloyati hududida O'zbekistonda yana bir juda katta imkoniyat yaratib beradigan, sayyohlikni sezilarli darajada oshiradigan va O'zbekiston imijini ko'taradigan yashil aeroport, juda katta aeroport qurilayotganligi va unda xorijiy sarmoyadorlar ishtirok etayotganligi tilga olingan va ana shu yo'nalishdagi izlanishlar, olib borilayotgan ishlar tahlil qilingan. Gazetamizning 3-sahifasida mahalla masalasi eng atroflicha tahlil qilingan. Mahallaning bugungi kundagi ahamiyati, mahalla qaysidir ma'noda jamiyatimizning yuragiga aylanganligi e'tirof etilgan. Gazetamizda bir sahifa juda katta chiroyli qilib material qilib berilgan. Bu ham qaysidir ma'noda bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir. Davlatimiz rahbari Qoraqalpog'istonga yuragini berganligini, mana shu yurtda juda katta mo'jizalar yaratayotganligini va bu davlatimizning rahbarining e'tibori Qoraqalpoqda yashayotgan har bir ovul, har bir insonning yuragiga kirib borayotganligi mana shu maqolada o'z aksini topgan. Kenesboy Karimov, Kenesboy og'a, O'zbekiston xalq yozuvchisi, Qoraqalpog'iston xalq shoiri mana shu maqolada vohada yoki mana shu Qoraqalpoq hududida, Qoraqalpog'istonda bo'layotgan o'zgarishlarni shu qadarda to'lqinlanib yozadiki, bu o'zgarishlar, mana shu qurilayotgan, bajarilayotgan vazifalar, yangidan yangi loyihalar odamlarning hayotiga juda katta o'zgarish olib kirganligini, bu yurtni yanada chiroyini ochishga, bunyodkorlik ishlarini yanada kengaytirishga xizmat qilayotganini alohida ta'kidlagan. Mana bugungi sonimizda dunyo sivilizatsiyaga beqiyos hissa qo'shgan kent degan maqola e'lon qilingan. Mana shu maqolada Samarqandning buguni, o'tmishi va kelajagi to'g'risida juda tahliliy, atroflicha fikrlar bildirilgan. Mana shu maqola albatta alohida o'qish kerak. Endi albatta inson o'zingning maqolang chiqqanda, gazetada ayniqsa chiqqan payti yana bir marta ko'ngliga g'urur to'ladi va yozgan narsang o'quvchilar qo'liga yetib borganda, agar ular ilk og'iz e'tirof etiladigan bo'lsa, ko'ngling yana bir marta keyingi ijodiy ishlarga ruhlantiradi. Gazetamiz rahbariyatining e'tibori mavzular rang-barranglariga juda katta e'tibor qaratayotgani sababli gazetamizda juda keng qavramli, butun mamlakat miqyosiga, taqdiriga aloqador muammolar ham yoritilyapti. Ayniqsa mana bu shahar chiroyiga dog' tushmasin degan maqolani alohida e'tirof etmoqchi edim. Bu o'zim yozgan material, o'zim o'rganganman. Bu shahrimizning Sergeli tomoniga qarab ketishda juda ko'pchilik biladi. Shahardan 5 ta 6 ta tumandan har kuni chiqayotgan 900 ming kub metrdan ziyodroq oqova suvlarni juda iflos kelayotganligi va o'sha yerda tozalayotganligi masalasi ko'tarilgan. Bugun hammamiz bilamizki, shahar tozaligi, obodonchiligi, mahallalarning go'zalligi Prezidentimizning e'tiborida. Mahalla obodligi, ozodalik, tozalik oyligi o'tkazilyapti. Mana shunday paytda mana shu maqolaning, oqova suvlarning shahrimizning qaysidir moda ichkarisida qolgan 1961-yil qurilgan bu inshootning bugun shahar kengayishi oqibatida ichkarisida qolganligi va bu tozalanish jarayonida juda badxuy hid bilan Bobur, Qumi ariq, o'zgarish mahallalardagi minglab oilalarda e'tiroziga sababchi bo'layotganiga bag'ishlangan mana shu maqola. Endi yana bir gazetamizning 6-sahifasida
chop etilgan yana bir maqolaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bu iqtidorli jurnalist ukamiz Sanjar Shomurodov qalamiga mansub. Men Sanjarning maqolalarini anchadan beri kuzatib boraman. Bosh muharririmiz O'tkir Rahmatov ham juda mana shu yigitga e'tibor bilan qarab, shu yigitga mavzularni beradilar va yoshlarni ilhomlantirish borasida biz ustozdan ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Sanjarning maqolasida mana bu sun'iy intellektdan xizmatidan foydalanib tayyor referatlar, ilmiy ishlarni yozayotgan talabalar to'g'risida so'z yuritiladi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, oddiy haqiqat, hamma ko'rib turgan narsa. Agar siz kitob o'qimasangiz, izlanmasangiz, kompyuterda shunday bitta nuqtasini, to'rtta nuqtasini bosib, sun'iy intellekt yaratib bergan sharoitdan foydalanib, tayyor maqolalardan foydalansangiz, tagi o'zingizni familiyangizni qo'yib, ilmiy rahbaringizga yoki institutda dars berayotgan domlaga olib borib referat sifatida topshiradigan bo'lsangiz, buni endi ochiq oqlab bo'lmaydi. Buni ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Ana shu narsa Sanjarbekni e'tiboriga tushgan va u atroflicha yorityapti. Biz o'zimiz savodsizlik sari yetakilayotganimizda ertaga kim bo'lib yetishadi u? Ko'chirma kasbi bilan shug'ullanadigan, sun'iy intellekt imkoniyatidan foydalanib mutaxassisga aylandim deb hisoblab davlat diplomini olgan yigit ertaga ishxonaga borib ishlash kerak-ku. Qaysi bir vazifani bajarish kerak, zimmasidagi vazifani. U agar shunga o'rganib qo'yadigan bo'lsa, suyanib qoladigan bo'lsa, undan qanday mutaxassis chiqadi? Shuning uchun ham biz gazetalarda chiqayotgan har bir maqolaga jiddiyroq e'tibor qaratsak, xalq so'zini o'qib borsak, ma'naviy dunyoqarashimiz, iqtisodiy bilimlarimiz va eng muhimi jamiyatga bo'lgan mehr muhabbatimiz, fidoyiligimiz yanada oshgan bo'lardi. Bugun biz gazetamizning 17-oktyabrdagi soniga alohida to'xtalib o'tdik. Albatta gazeta bundan keyin ham mamlakatimizning hayotiga oid bo'lgan juda katta muammolarga, global masalalarga, ma'naviy, ma'rifiy yo'nalishdagi mavzularga murojaat qiladi. Shuning uchun ham biz kelgusi YouTube'da chiqishlarimizda ham gazetamizni sharhlab borishga baholi qudrat harakat qilamiz.